Assalomu alaykum. Video darslarimiz davom etadi. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. 11-sinf attestatsiya savollari, ikkinchi qism misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, ikkinchi qismda birinchi misolimiz quyidagicha ekan, ya'ni tenglamani yeching. Bu yoqda ikkinchi qismda barcha misol masalalar ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklarga keladigan misol masalalar ekan. Ya'ni aynan ko'rsatkichli tenglama yoki bo'lmasam ko'rsatkichli tengsizlik mavzusi bo'yicha misollarni ishlab chiqamiz. Birinchi misolimiz quyidagicha tenglamani yeching demoqda. Bu tenglamani yechish uchun e'tibor qilinglar, bu yoqda qiladigan ishimiz nima? 5 ni darajasida 2x ni hammasidan chiqarib yuboradigan bo'lsak, birinchisida 1 qoladi. Ikkinchisida 5 ni kvadrati qoladi, uchinchisida 5 ning kubi qoladi. Bu teng 3775. Endi bu yoqda 5 ni darajasida 2x ko'paytirilgan 1 plus 25 plus 125 deb yozadigan bo'lsam, bu 151 ga teng bo'lar ekan. Bu teng 3775 bo'ladi. Xo'p, 3775 ni 151 ga bo'ladigan bo'lsam, 3775 ni 151 ga bo'lamiz. Xo'p, bizada birinchi mana buni ichida 2 dan 302 bo'ladi. Ayirib yuboradigan bo'lsam 755 bo'ladimi? 755. 755 ni ichida 5 danmi? 5 dan bo'lar ekan 25 bo'ladi. Shunda 5 ni darajasida 2x teng bo'ladi 25 va buni biza 25 ni 5 ni kvadrati deb yozib olsak bo'ladi. 5 ni kvadrati va bundan 2x teng 2, x imiz 1 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz 1 bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi qism, birinchi misolning javobi 1 bo'lar ekan ustozlar. Keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolimizda tenglamani yeching demoqda. Bunda ham yuqoridagi kabi tenglama bor, faqat biz o'shani eng kichik darajasini qavsdan tashqariga chiqarib olishimiz kerak. 2 ni darajasida x plus 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, ichkarida qoladi 6 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati ayrilgan 5 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 3 ni o'zi. Bu teng bo'ladi 136. 2 ni darajasida x plus 2 teng bo'ladi, ko'paytirilgan bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 4 24. Mana bu 10 bo'ladi. 24 dan 10 ni ayirsam 14, 14 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 17 bo'lar ekan. Demak, bu 17 ga teng 136. Bundan 2 ni x plus 2 darajasi teng 136 ni 17 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 8 dan bo'ladi. 8 bo'ladigan bo'lsa, buni ham 2 ni kubi deb yozsak bo'lar ekan. X plus 2 teng 3, bu yerdan x imiz yana 1 ga teng. Bu savolning javobi 1. Bu esa bizada mana bunday ko'rinishda yoziladi. Keyingi misolimiz. Tenglama ildizlar yig'intisini toping degan savol bo'lmoqda. Bu yoqda 3 ni darajasida x ni qanaqadir bir a deb oladigan bo'lsangiz ustozlar, a ni kvadrati minus 30a plus 81 teng bo'ladi 0 ga. Bundan a minus 27, a minus 3 teng bo'ladi 0 deb olsangiz bo'ladi. Va bu yerdan a teng 3 va a teng 27 degan yechimlar chiqadi. 3 ni darajasida x birinchi hol teng bo'ladi 3 ga. Bundan x imiz 1 ekan. Ikkinchi holda 3 ni darajasida x teng bo'ladi 3 ni kubiga, ya'ni 27 deganimiz 3 ni kubi. Bu yerdan x teng bo'ladi 3 ga. Menimcha sizlarga bu savol yechimi tushunarli bo'ldi. Javobimiz demak 1 bilan 3 tenglamaning ildizlar yig'intisini toping deyapti. 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 4 bo'lar ekan. Bu esa bizada mana bunday ko'rinishda yoziladi. Keyingisi 4-misol, tenglama ildizlar yig'intisini toping degan savol yana. Bu ham sodda ko'rsatkichli tenglamalardan kelyapti. Faqat bu yerda belgilab olishni to'g'ri bajarishimiz kerak. 2 ni darajasi x ni qanaqadir a deb bo'ladigan bo'lsak, a kvadrat minus 20a plus 64 teng bo'ladi 0 ga. Bundan a minus 16
a minus 4 teng bo'ladi 0 ga. Bundan a teng 4 va demaylik shu joyda yoki mulohazani qo'shaylik yoki a teng 16. Bundan 2 ning darajasida x teng 4 ning o'rniga 2 ning kvadratini qo'yaman. Bu yerdan x imiz 2 bo'ladi yoki 2 ning darajasida x teng 16 ning o'rniga 2 ning 4-sini qo'yadigan bo'lsam x teng bo'ladi 4 ga. Javobimiz 2 yoki 4 chiqar ekan. Ildizlar yig'indisini so'rayapti bizdan. Ildizlar yig'indisini topadigan bo'lsak, necha chiqadi? 4-misolimizda ildizlar yig'indisi 6 bo'lyapti ekan ustozlar. Demak, mana bu joyi x 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 6 chiqadi. Xo'p, bu misolning yechimi 6 bo'lyapti. Keyingi misolimiz. Tenglamani yeching degan savol bo'lmoqda. Keyingisi bunda endi boshqacharoq qilamiz. Ya'ni e'tibor qilinglar. Bizda 9 ning x, 6 ning x, 4 ning x bo'lyapti. Bu yerda bizni qiladigan ishimiz. Diqqat bilan eshitinglar. Bu yoqda bizni qiladigan ishimiz 9 ning x ni yozib olaman. Hozircha hech nimaga bo'lmay 9 ning x ni yozib olaman. 8 ko'paytirilgan 3 ning 2x darajasi ayrilgan 6 ko'paytirilgan 3 ning x, 2 ning x minus 9 ko'paytirilgan 2 ning 2x darajasi. Bu teng bo'ladi 0 ga. Endi e'tibor qiling. Xolasangiz 3 ning 2x darajasiga, xolasangiz 2 ning 2x darajasiga bo'lib yuboring. 2 ning 2x darajasiga bo'lib yuboraman men. Chunki deganda har doim delik asosga qaragan paytimizda 3 taqsim 2 asosni qanaqadir 2x yoki x darajasi bo'ladi va bu o'suvchi, ya'ni ko'rsatkich bo'yicha o'suvchi bo'ladi. Ko'rsatkich funksiya bo'yicha o'suvchi bo'ladi. Chunki deganda birdan katta bo'lgan asosning darajasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'rsatkichli funksiyada bu o'suvchi bo'lar edi funksiya sifatida. Xo'p, o'shanga keltirishga harakat qilamiz. Bu yoqda demak bizda nima hosil bo'ladi? 8 ko'paytirilgan 3 taqsim 2 ni 2x darajasi minus 6 ko'paytirilgan 3 ni 2 ni 2x darajasiga bo'lgan paytimda ustozlar 3 taqsim 2 ni x darajasi hosil bo'ladi. Minusdan 9 ni o'zi bo'ladi teng 0. Va bundan nima hosil bo'ladi? 8a kvadrat minus 6a minus 9 teng bo'ladi 0 ga. Buni ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsam, ko'paytiruvchilarga ajratsam 2a deylik, mayli bu yerni. Bu yerni esa 4a deylik, 4a. Shuni ko'paytirsam 8 bo'ladi. Bu teng bo'lsa 0 ga. Endi mana bu joyga nimani qo'yamiz? Bu joyga qo'yamiz 3 ni. Bu joyga yana qo'yamiz 3 ni. Shunday bo'ladigan bo'lsa 6, mana bu minus 12. Demak, mana bu joyga plusni qo'ysam bo'ldi ekan. Ya'ni a teng 3 taqsim 2 yoki bo'lmasam a teng minus 3 taqsim 4 bo'lar ekan. Mana bu yechim bo'la olmaydi. Bo'sh to'plam bo'ladi. Bu birinchisi esa yechim bo'la oladi. Birinchisini olamiz. Birinchisining yechimi 3 taqsim 2 ning x darajasi teng 3 taqsim 2 ni o'zi. Bundan x imiz 1 ekanligi kelib chiqadi. Javobimiz 1 bo'lar ekan. Keyingi misolimiz 6-chisi tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping degan savol bo'lmoqda. Bu yerda 2 ning darajasida x ni nima deymiz? Biron bir a deb yozib oladigan bo'lsak. Shunda mayli, hozircha uni yozmasdan eng kichkina darajani chiqarib olay. 2 ning darajasida x ko'paytirilgan, ichkarida nima qoladi? 6 ko'paytirilgan 2 ning 4-chisi ayrilgan 5 ko'paytirilgan 2 ning kubi qo'shilgan 4. Bu katta 240 dan. Shunda 2 ning x
ko'paytirilgan. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak, 16 ko'paytirilgan 6, 96. Mana bu esa 5 ko'paytirilgan 8, 40 bo'ladi. Bu esa 4. 46 bo'ladi. 56 bo'ladi. 56 ga 4 ni qo'shsam 60 bo'ladi. Demak, bu katta bo'lar ekan 4 dan. Ya'ni bu tomon bilan bu tomon qisqarib ketdi va natijada 4 hosil bo'ldi. 2 ni darajasida x katta ekan 2 ni kvadratidan asoslarni tashlab yuboradigan bo'lsak, bizda x katta 2 dan bo'ladi. Javobimiz x katta 2 dan. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping. X teng 3. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingisi 7-savol. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni toping demoqda. Xo'p, buni topamiz. 3 ni darajasida x ni chiqarib yuboradigan bo'lsam, 7 ko'paytirilgan 3 ni kubi ayrilgan 12, qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 12 bo'lar ekan. Kichkina 21 dan. Bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, 3 ni darajasida x ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 3 ning kubi kichkina 3 ni 7 ga ko'paytirganimdan. 3 ni x kichkina bo'ladi, 3 ni darajasida -2 ga. Bu yerdan x kichkina bo'ladi -2 dan. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni toping demoqda. Eng katta butun son bu -2 dan kichkina bo'ladigan eng katta butun son bu x teng -3 bo'lar ekan. Javobimiz -3. Menimcha bu ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingisi 8. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping demoqda. Buni ishlaydigan bo'lsak, 5 ni darajasida x biron bir a bilan belgilasam, a kvadrat -4a -5 katta 0 dan. A -5 a plus 1 katta 0 dan. Bundan nima hosil bo'ladi? E'tibor qilinglar. O'rniga qo'yaman. 5 ni darajasida x -5, 5 ni darajasida x plus 1 katta 0 dan. Bu qismi doim musbat. Doim musbat. Unda 5 ni darajasi x -5 katta bo'lar ekan 0 dan, 5 ni darajasi x katta bo'lar ekan 5 dan, bundan ham x katta bo'lar ekan 1 dan. Javobimiz x katta 1 dan. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun sonni toping demoqda. Eng kichik butun son bu 2 bo'lar ekan. 9-si tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta manfiy butun sonni toping demoqda. Topamiz. 4 ni darajasida x ni biron bir a desak, a kvadrat -5a plus 4 katta yoki teng 0 dan. A -4 a -1 katta yoki teng 0 dan bo'lar ekan. Xo'p, buni yechimini mana quyidagicha qildik va bizni qiladigan ishimiz nima? Bizni qiladigan ishimiz o'rniga qo'ysak, 4 ni darajasida x -4, 4 ni darajasida x -1 katta yoki teng 0 dan. Endi mana shu joyda ko'pchilikni qiynaydigan bir savol bo'lyapti bu. Mana shu joyda to'g'ridan to'g'ri son o'qini chizish kerak. To'g'ridan to'g'ri son o'qini chizsanglar, mana bu 0 ga aylanadi qachon? X teng 0 da. Bu 0 ga aylanadi qachon? X teng 1 da. O'sha nuqtalarni qo'yamiz. Tenglik belgi bor ekan. 0 bilan 1. Demak, musbat, manfiy, musbat bizga mana bu oraliq bilan bu oraliq kerak xolos. X tegishli minus cheksizlikdan 0 gacha va hattoki 0 kiradi. 0 kiradi. Birlashma 1 dan cheksizlikgacha. Keyingisi 10-chi, tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik musbat butun sonni toping. 3 ni darajasida x teng a bo'ladigan bo'lsa, a kvadrat -10a plus 9 katta 0 dan. A -1 a -9 katta bo'ladi 0 dan. Bu ham xuddi boyagi savol bilan bir xil. To'g'ridan to'g'ri son o'qini qo'yamiz. Va bizdan yuqorida tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta manfiy butun sonni toping degan savol edi. Yuqoridagi misolimizda eng katta manfiy butun sonimiz bu oraliqda x teng 1 bo'lar ekan, ya'ni -1. Buni yozib ketaylik javobiga. 10 da esa nima qilamiz? 9 ni darajasida 3 ni darajasida x -1, 3 ni darajasida x -9 katta 0 dan desam,
Bu yoqda 0, bu yoqda esa 2, musbat, manfiy, musbat. Demak, mana bu oraliq bilan bu oraliq manda yechim bo'lar ekan. X tegishli minus cheksizlikdan 0 gacha agar bu yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, umumiy yechim 2 dan cheksizgacha. Tenglik belgi yo'q. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik musbat butun sonini toping deyapti. Eng kichik musbat butun son bu x teng 3. 3 bo'lar ekan. O'ylaymanki, bu savol ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Shu bilan ikkinchi qism ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi video darsimizda 3-qismni boshlaymiz.